Asilbek aka, muddachani qarang, dugonalar bilan kelib o'tirgan mazza zo'r joy ekan. Munisa adashyapsiz, bu bolalar bilan kelib mazza qilib dam oladigan dacha bu. Bo'ldi, men sizga hozir shuni isbotlab beraman. Ketdi. Voy sharoitni qarang, bu yerda qanaqa qilib bolalar dam olishi mumkin? Bu yerda so'g'larni qarang, piknik qilsa ham bo'lar ekan bas. Voy, mana uni qarang, как раз bitta o'rtog'im shunaqa basselarda yoqtiradi. Hozir bunga rasmga olib tashlashim kerak emas. Ichkarida karaoke'lar ham bor ekan. Voy, mana joyda qarang, Asilboy aka, shunaqa qilib mazza qilib qizlar bilan o'tirsa bo'ladi-yu. Undan qo'shimchasiga mazza keladigan bo'lsa, obedda mazza qilib ispanchasi ham bor ekan, mana uni qarang. Bemalol ikki dam olsa bo'ladi. Sanujelchasi ham bor ekan qo'shimchasi. Buni qarang, Asilboy aka, mana yerda letniy oshxonalari ham bor ekan. Wi-Fi, konditsioner, suv, svet, hech nimadan muammo yo'q ekan-e. Mazza qilib ikki mahal ovqatsa bo'ladi, bemalol. 9dan 9gacha atiga bir kishiga 100 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bu yerga faqat eng oxirgi 12 ta odamgacha qabul qilinar ekan. Qizlar dacha o'qtab yurgan bo'lsalar, mana sizlarga zo'r sharoit. Bolalar, men aniq bilaman, do'stlar bilan hozirgi paytda dachani qayerga borayotgan deb o'ylayapsizlar. Mana sizlarga zo'r sharoit. 100 ming so'mdan o'sha faqat 12 ta o'rtoq bo'lsalar, ham bo'ldi. Ustiga ko'ra sindoshlar, gruppalarga hammasi tarqatib olinglar. Asli raqamga telefon qilib, hozir joyiz band qilib qo'ying. Menimcha shanba yakshanbagacha joylar to'lib qolyapti. U yerda endi qizlar 12 ta qiz kelib turib 100 ming so'mdan to'lolmasalar, dachaga mazza sharoit. Lokatsiyasi qiziq bo'ladigan bo'lsa, Basseyn bo'laga telefon qilsanglar, sizlarga lokatsiyasini tashlab berishadi. xotirjam qiynalmasdan kelib olaverasiz.